Assalomu alaykum dada. Ha qizim? Bitta bola kechadan beri orqamdan kuzatib yuribdi dada. Voy, sen hozir shunaqa yoshdasan. Hamma seni orqangdan kuzatayotgan, hamma seni qarayotgandek tuyulaveradi, qizim. Yo'q, rostdan, qarang, ketimdan keldi. Kechadan beri meni tinch qo'ymay poylab yuribdi. Qani o'sha bola, qatta qaysi? Nima kiyimda? U ana turibdi-yu. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, nima qilib turibsan? Ovqatlanishga kelgandim o'rtoqlarim bilan. O'rtoqlaring qani? Hozir kelishadi yo'lda ular. Kir bo'lmasa. Hop. Seni hayoling joyida emas. U bola ovqatlangani kelgan ekan o'rtoqlari bilan. Shunga ishondingizmi? Iya. Meni maktabimda o'qiydi-yu. Nima vaqtda maktabingda o'qisa, bu yoqqa kelishga haqqi yo'qmi?